bo'yin osteoxondrozi, grija, protruzia, bo'yindagi qotishlar, xo'rkalar, migren, bosh og'rig'i, cherepnoy давление. Bu muammolarning hammasiga YMH terapiya yaxshi yechim bo'ladi. Nimaga? Chunki YMH terapiya bu davolovchi terapiya hisoblanadi. Ko'p protseduralarda birinchi kuni yengillik sezasizda, keyin yana qaytalanishi mumkin. YMH terapiyada bu ish bo'lmaydi. Nimaga? Bu terapevtический massaj hisoblanadi. Terapevtический o'zi terapiya. Endi massaj desa ko'proq hammaga tushunarliroq bo'ladi. Nuqtali massaj desa, bir seansi 1 soat 1 soat 15 minut bo'ladi. Bir kurs lecheniya 10 kun bo'ladi, lekin holatga qarab undan ham ko'proq qilish mumkin. O'rtacha 10 kun bo'ladi. Birinchi kundanoq tanadan organizm o'zidan toksinlarni itarib chiqib boshlaydi. Bu toksinlarning chiqishi qaysidir organizmlarga seziladi. Kimdir limfostaz, limfalarda tiqilish ko'p bo'lsa, toksin ko'p bo'lsa, tana sezadi. Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Ozgina sal holsizlik, nima birinchi, ikkinchi kuni, lekin o'sha paytda ko'p suv ichish kerak. Chunki bu shunaqa tez ishlaydigan terapiyaga uni natijasini birinchi seansi tugashida emas, o'sha yarmidayoq bilasizlar.